Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun 4-bilet tahlilini qilib chiqamiz. Qani boshladik. Mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Ushbu yo'l belgisi yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Ya'ni o'sha piyodalar o'tish joyi yaqinlashayotganligi to'g'risida sizni ogohlantiradi. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan? Ushbu holatda ko'ramizki, to'xtab turish belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan kelib, qo'shimcha axborot belgisida yuk mashina rasmi turibdi. Demak, ushbu belgida yuk mashinalari to'xtab turishi taqiqlanadi. Qolgan turdagi transport vositalariga ruxsat etilgan. Demak, to'g'ri javob yengil avtomobil va mototsiklga bo'ladi. Ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Ushbu yo'l belgisi shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi borligidan dalolat beradi. Agar ikki izli temir yo'l kesishmasi borligini bildirganda, unda ushbu belgidan ikkita bo'ladi demakdir. Yashil avtomobil chorrahadan nechinchi bo'lib o'tadi? Hop. Bilamizki, ushbu belgida sariq to'rtburchakda turgan yo'nalish asosiy yo'l belgisiligini bildiradi. Uning pastida ham ushbu qaysi yo'nalish asosiy yo'l belgisi ekanligini ko'rsatib turibdi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, svetofor, ya'ni svetofor chirog'i har qanday yo'l belgilarini inkor etadi. Demak, ushbu holatda yashil avtomobil ustunlikka ega emas, svetofor borligi tufayli. Ushbu holatda yashil avtomobil chorrahaga chiqib, ko'k avtomobilga yo'l beradi. Shundan so'ng harakatni davom ettiradi. Shunda ikkinchi bo'lib o'tishi to'g'ri javob bo'ladi. Shuni bilishimiz kerakki, yo'l belgilari svetofor ishlab turganda yo'l belgilari o'z kuchini yo'qotadi. Qaysi transport vositasiga harakatlanish ruxsat etiladi? Xodimning ushbu ishorasi uni oldi va orqa tarafdan kelayotgan, ya'ni o'ngdan va chapdan kelayotgan transport vositalariga harakatni cheklaydi. Ikki yon tarafidan kelayotgan avtotransport vositalariga to'g'riga hamda o'ngga harakatlanishga ruxsat etadi. Ushbu rasmda ko'rayotgan bo'lsak, ushbu suratda avtobus va mototsikl haydovchilari uchun harakat cheklangan. Yuk transport vositasi haydovchisi uchun ham harakat cheklangan, sababi u chapga burilish ishorasini yoqqan. Lekin bu xodimning ushbu ishorasida chapga burilish mumkin emas, faqatgina to'g'ri va o'ngga burilish mumkin. Bunda ushbu holatda faqatgina yengil avtomobil haydovchisiga harakatlanish ruxsat etilgan. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Yana svetoforning ushbu ishorasiga e'tibor qilamiz. Avvalgi videolarda ta'kidlangandek, ushbu ishorada harakatlanuvchi transport vositasi har qanday boshqa boshqa harakat yo'nalishida harakat qiluvchi transport vositalariga yo'l berishi kerak. Demak, ushbu holatda to'g'ri javob yengil avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak. Harakat ikki tomonlama bo'lgan uch tasmali yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? Albatta, o'ng tasmadan. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Xo'p, ushbu holatda yo'lning qatnov qismi kengaygan joylarda boshqa yo'l harakatida qatnashchilarga xalaqit bermaslik sharti bilangina ruxsat etiladi. Suyak singanda qodirib bog'lash uchun nimadan shina sifatida foydalanish eng qulay? Taxta bo'lagi bilan.
Kunning qorong'i vaqtida suvning yoritilmagan yo'llarda yoki deyarli ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabariit chiroqlari bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borish ruxsat etiladi, taqiqlanadi. Chunki bu harakat yo'lning boshqa ishtirokchilariga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning bilan ushbu tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollar bo'lsa, kommentlarda qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.